Hozirgi kunda elektr energiyasi va toza yoqilg'idan foydalanish imkoniyatlari dunyo bo'ylab yaxshilanayotgan bo'lsa-da, hali ham 675 million inson elektr tarmog'idan foydalanish imkoniyati cheklangan. Bundan tashqari 2,3 milliard kishi hanuzgacha ovqat tayyorlash uchun zararli va ifloslantiruvchi yoqilg'idan foydalanishga majbur. 2015-yilda elektr energiyasidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan dunyo aholisi 87% ni tashkil etgan bo'lsa-da, 2021-yilda bu ko'rsatkich 91% ga yetdi. Elektrlashtirish darajasi 2019-2021-yillarda barqaror o'sishda davom etmoqda. 2021-yilda dunyo aholisining 71% toza yoqilg'i va texnologiyalardan foydalangan holda ovqat tayyorlash imkoniyatiga ega bo'ldi. 2015-yilda esa bu ko'rsatkich atigi 64% ga yetdi. Global iqtisodiy noaniqliklar energiya narxlarida keskin o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ayrim davlatlar qayta tiklanadigan energiyaga sarmoya kiritayotgan bo'lsa-da, boshqalar yashil energiya o'tish jarayonini orqaga surib, ko'mirga qaramlik oshirishga majbur bo'lmoqda. Agar hozirgi surat saqlanib qolsa, 2030-yilgacha 660 million kishi hali ham elektr energiyasidan foydalana olmaydi. 2 milliardga yaqin inson ovqat tayyorlashda zararli yoqilg'i va texnologiyalardan foydalanishda davom etadi. Bu prognozlar elektrlashtirish jarayonini jadallashtirish, qayta tiklanadigan energiyaga sarmoyalarni oshirish hamda elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish zaruratini yana bir bor ta'kidlaydi. Ushbu ko'rsatkichlarni yaxshilash bo'yicha barqaror rivojlanishning 7-maqsadida belgilab qo'yilgan. Ushbu maqsad arzon, ishonchli, barqaror va zamonaviy energiya manbalaridan barcha uchun umum foydalanish imkoniyatini ta'minlashga qaratilgan. O'zbekiston barqaror rivojlanishning 7-maqsadiga arzon, ishonchli, barqaror va zamonaviy energiya manbalaridan foydalanishni ta'minlashga intilmoqda. Mamlakatda amalga oshirilayotgan asosiy islohotlar. O'zbekiston tabiiy gaz zaxiralari bo'yicha dunyoda 17-o'rinda turadi. Biroq mavjud resurslar hozirgi suratda 2035-yilgacha keskin kamayib ketish prognoz qilinmoqda. Mamlakat iqtisodiyoti energiya talabchanligi bo'yicha dunyoning eng yuqori o'rinlaridan birida turadi. Sanoatda eskirgan texnologiyalarning keng qo'llanilishi energiya iste'molining 40% ni tashkil etmoqda. Hukumat past uglerodli rivojlanish strategiyasida elektr energiyasi ishlab chiqarish va issiqlik ta'minotini ustuvor yo'nalish sifatida belgilamoqda. Ayni paytda turar joy sektori yiliga 80 million tonna karbonat angidrid ekvivalentida chiqindi hosil qilmoqda. Aholi sonining 15 yil ichida 20% ga oshishi natijasida 2040-yilga borib ushbu ko'rsatkich 30% ga ortishi mumkin. 2030-yilgacha energiya sarfini 50% gacha kamaytirish va barqaror energiya manbalarini rivojlantirish maqsadida energiya talabchan tarmoqlarni modernizatsiya qilish dasturlarini amalga oshirilmoqda. Xulosa qilib aytilganda, elektr energiyasidan umumiy foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, ekologik toza texnologiyalarga o'tish va energiya tizimlarini modernizatsiya qilish bu nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo uchun dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Barqaror rivojlanish maqsadlari haqida ko'proq ma'lumot olish uchun bizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni kuzatishda davom eting.